Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biza yana shu 9 oxirida 9 etajlarni eng birinchi domidamiz. Yana shu domimiz Uglovoydagi joyimiz 60 metr kvadrat. Bu yerdagi joylar o'zi 60 metr kvadratdan ekan, o'zi hammasi shu joyimiz sotuvga chiqqan. Yo'lning usti bir qator yo'lni ko'rsatib o'tamiz. To'g'rimizda yo'l yana svetofor yaqinlashtirib bersangiz, Xanqa yo'li. O'ngga ketsangiz Urganch, chapga ketsa Xanqaga где-то 10 kilometr, Urganchga esa shahrina 2 kilometr o'rtaqlar. Obxodnoy yo'li 1 kilometr. Bu tarafdan to'g'ri ketsangizlar maktabga ketasizlar. Yine shu yerdagi 9 etajli birinchi domimizni Uglovoydagi joy sotuvga chiqqan. 1 oyna, 2 oyna, 3 oyna, 4 oyna, o bilan 5 oynamiz yana. Shu Uglovoy. Birinchi etaj. Ertangi kunda olib turib dükkan atarsizlarmi, ofis uchun noturar etib eldan chiqib 1-2 metr, 3 metr chiqish mumkin noturar etsa, chiqib salasizlarmi, ofis etish uchun, dükkanmi, любой narsa noturar etish uchun dumodobniy mestada, yo'lning usti. Olaman desangizlar, narxini ichanda aytib o'tamiz. Bu joyimizda ozgina kredit ham bor. 7%li bilaman, bilsangizda ko'p odam ishi 9 etajlarni 7%li shu kreditdan olganlar. İmtiyozli kreditdan ko'p odam bilsa kerak, shu oyna 2,5 million krediti bilan chiqadi. Xohlasangizlar krediti bilan olinglar, xohlasangizlar polni yopib, to'g'ri adres o'tirib olinglar. Hozir esa uyning ichini bir qator ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana girgandan demir eshigimiz, domofonimiz va ban tarafda aytganimdek shitimiz yana. Svetlarni geçecek vaqtda o'chirib, bemalol ketaverasiz. Sразу tualet banidan başlayamiz. Çünkü adama ehtiyojli bir kunda necha marta ehtiyoji bo'ladi. Tualet banimiz polni yarim kafellashtirilgan. Tualeti banisi. Remont o'rtoqlar beda quruvchidan olgandan bani hech kim yasholmagan ekan. Quruvchi nishab remont etib bergan bo'lsa, shu holatda turibdi ekan. Shu qo'yib bergan katyolan va shu bilan turibdi ekan. Giramiz, girgandan bu spalnimiz, spalnida pandraptina balkon hisobi yana bir mestamiz. Balkon deb aytsa bo'ladi, lekin birinchi etajda balkon bo'lmaydi, shuning uchun zakrit yo'q turibdi. Yozgi kuni terasga desam bo'ladi, terasga atib qo'ymoq ekan. Spalnimiz. Kuxnimizni bir qator girib, shu yerdan tushirib beramiz mana. Ayrani kafel, sal 1-2 joy qilinadigan joy bana o'chochiklari, oynasi, duv konturni katyolu, akvaradiatorlar sifatlidan qo'ygan ekan. Gaz plita ham mo'j bilan sotiladi. Bu yerimiz zalimiz ina. Zalimiz oynalari ina. Akvapolni ban yonbosh tarafdan mana oynasi bilan daji. Buncha olaman desangizlar o'rtoqlar, narxi 390 million so'm, 390. Mana 200 millionni kreditda turibdi, 190 millionni o'zi bersangizlar, qolgan kreditini davom ettirsam bo'ladi. Krediti 7% dan chiqqan. Ya bo'lmasa polni 100% o'zini to'lab, oldlarni so'tirib olishlaringiz mumkin. Shu bilan videomiz yakunlaymiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.